Starter ham bitti. Starter ham yok. Bitti, tamam. Tamam dedim. Haqiqatcha. Tamam. Peki gaz bossana tasavvur diye bana gaz sevib ketishdi. Yine gazlı bossam yürümayapti. Ucu to'xtab qoladi. Suflemani bosib gazni kashat qilib, shunaqa qilib yuryapman. Nimadan bo'ladi aka? 10 mi ketyapti. Bu yerda eng minimum 40 yurish kerak ekan. 40 ham yura olmayapmiz-da. Nima qilaylik? Zvukini eshiting. Qizig'i, bunaqa holatda tabiat ham ko'ringiz tabiat ekanda. Shuni ham anjalliydi aka. O'laman desa yuradi-da. O'laman desa. Mashina ham anjalli. Sekin ketyapti. Yurganiga shukr, Allohga shukr. Yuryapti. Taqillab bo'lsa ham, shaqillab bo'lsa ham. Hech qancha emas, 8000 kilometr qoldi. 30 mi, 15 mi ketyapti. Yetib olamiz, bir gap bo'lar. Umar bro. Sarguzashti yomon bo'lyapti aka. Ha? Bu hali bu hali hammasi emas. Ana savol eling. Ha? Ana savol eling. Nimaga? Yo'lda to'xtab netmasa. O'g'limi? Ha, yo'q, to'xtatib yurmay qolsa qo'ya oling. Bo'lsa tushib olib kelib oling, yurib turmas ekan. Yur yetib olamiz. Hozir muammolarimizni bu eng asosiysi emas. Yana boshqa muammolar bor, sizlarga aytib beradigan. Allohga shukr. Bu tezlashib ketdi-ki 20. Voy, 20 bo'lib ketdi tezligimiz. Gazda o'ynatib ketyapman, chunki yo'q bo'lyapti. Karburatordan shekilli menimcha benzin yetkazib bera olmayapti. Lekin taqillashi nimadan ekan? Hayronman. Yangi mashina ham buzilgan aka. O tezlashib ketdi. Pastda ekan aka. Mashina ichi ham hol. Lekin 50 ketyapmiz. Bizda yangilik.